Tadbirkorlarni bir necha milliardlik jarimaga olib kelayotgan xatolar buxgalterlar sababmi? Soliq auditi tadbirkor uchun tahdidmi yoki qo'rquv? Kichik tadbirkorlar va katta biznesmenlar uchun soliq yuki bugun har xilmi? Bugungi videoda ushbu savollarga Yutax soliq maslahatchilari tashkiloti rahbari Murod Muhammadjonovdan javob olamiz. Buxgalteriyadagi xato tadbirkorni jarimaga olib kelishi mumkinmi? O'zi 90% jarimalar buxgalteriyadagi xatodan kelib chiqadi. 10% amaliyotdagi holatdan. Lekin jarimani kattaligi bo'yicha oladigan bo'lsak, 90% o'sha 10% aniqlanadigan xatodan aniq chiqadigan jarima summasi 90% tashkil qiladi. Ya'ni amaliyotdagi holat deganimizni ko'pchilik biznesda hamma narsani to'g'ri aks ettirmaydi. Buxgalteriyada menda 1 milliardlik narsam bor desa, u narsani tarqatib qo'ygan bo'lishadi. Omborda 100 million so'mlik narsa bo'ladi. Ya'ni amaliyotdagi holatni tekshiradigan bo'lsa 900 million so'mlik xato turibdi-da, bittagina o'sha tafovutni o'zidan. Va bu o'zi aniqlanadigan kamchiliklar sifatida son jihatdan kam, lekin jarima miqdori jihatdan juda ko'p. Buxgalteriyani o'zidan oladigan bo'lsak, qolgan 10 ta xato buxgalteriyadagi kamchiliklardan kelib chiqadi. Misol uchun, amortizatsiyani noto'g'ri hisoblashadi, kalkulyatsiyani noto'g'ri hisoblashadi. Umuman kalkulyatsiyani sal o'zgarishiga e'tibor berilmaydi. Elektr energiya umuman tan narxi noto'g'ri hisoblash holatlari bor. Bularning hammasi buxgalteriyadagi xatolar. Buxgalteriyadagi birgina kichkinagina xato oqibatda juda katta jarimalargacha olib keladi. Va yana bir marta takrorlayman, Pareto qonuni deb oladigan bo'lsak, keling 90 ga emas, 20 ga 80 deb oladigan bo'lsak ham 80% kamchiliklar buxgalteriyadagi xatodan kelib chiqadi. 20% amaliyotdagi faktdan kelib chiqadi. Lekin jarima summasining miqdori 80% o'sha amaliyotdagi faktda, 20% buxgalteriyadagi xatoga taalluqli bo'ladi. Soliq auditi tadbirkor uchun tahdidmi yoki xavfsizlik kafolati? Kim kelishiga bog'liq va kimni tekshirishga bog'liq. Agar 10% oqda, 90% qorada ishlab turgan tadbirkor bo'lsa, u uchun tahdid, xavf. Va to'g'ri ishlab turgan tadbirkorni oladigan bo'lsak, menda hammasi 100% to'g'ri deb o'ziga ishonch bilan o'tirgan odam bo'ladigan bo'lsa, u uchun bir chiroyli bir sinov va o'zini o'zi qayta bir testdan o'tkazib olish. Hamma narsam to'g'ri deydi, tekshiruv keladi. Yana zo'r bo'ldi, bitta tekshiruvdan o'tib olaman, haqiqatda kamchiliklarim bo'lsa aniqlanib olinadi, uni ham to'g'rilayman deydigan pozitsiyada turganlar ham bor. Ular uchun bu imkoniyat. To'g'ri ishlayotgan tadbirkor uchun soliq auditi imkoniyati. Bekitib ishlayotganlarga albatta tahdid. Bu tadbirkor tomonidan. Ikkinchi tomondan, front ikkinchi tomoni ham bor. Har xil tekshiruvchi bor. Chiqayotganda baribir nimadir topaman deb chiqadigani bor. Bermaganga qo'ymayman degan chiqadiganlari ham bor. Amaliyotda uchragan unaqa holatlar ham to'g'ri, endi konfidensiallik nuqtai nazaridan aytmaymiz. Umuman hech narsa topa olmagandan keyin agar sani zavoding 100% mощностьda ishlaganida sen faloncha qilgan bo'lar eding. Misol uchun faloncha ishlab chiqargan bo'lar eding. Demak, sen shuncha ishlab chiqarganingni inobatga oladigan bo'lsak, sen mamnunchadan bekitgansan deb oxiri ola olmaganidan keyin yozgan tekshiruvchilar ham bor. O'shaning uchun unaqa tekshiruvchilar keladigan bo'lsa, to'g'ri ishlaganlar uchun ham unaqa tekshiruvchilar tahdid. To'g'ri ko'z bilan qaraydigan tekshiruvchi, gрамотный tekshiruvchi bo'ladigan bo'lsa, gрамотный tekshiruvchi har qanday tadbirkor uchun bu chiroyli bir sinov, chiroyli bir imkoniyat o'zini tiklab olishga, to'g'rilab olishga. Shuning uchun yana aytamiz, har bir cho'pni ikkita uchi bo'lgandek, har bir kamchilik yoki har bitta savolning ikkita tomoni bor. Tadbirkor tomonidan qilinayotgan xato, kamchilik va to'g'riligi bor. Nazorat qiluvchi organlar tomonidan qilinayotgan xato, kamchilik va to'g'ri tomonlari bor. Shuning uchun buni ham imkoniyat, ham tahdid deb olsak bo'ladi. Kim o'zini qaysi sharoitda ko'rishiga qarab. Nega ayrim korxonalarda soliq qarzdorligi ko'payib ketmoqda? Palka двух концов deydi-yu. Buni ikkita tomoni bor. Bitta tomoni soliq to'lovchilar soliq madaniyati to'liq shakllanmaganligi, soliq qonunchiligini bilmasligi va ayrim holatlarda soliqlarni to'lashni xohlamasligidan kelib chiqsa, ikkinchi tomondan to'g'ri ishlayotganlar ham bor deyiladigan bo'lsa, to'g'ri ishlayotganlarga nisbatan nazoratni o'ta kuchayib ketganligi va elektron nazorat deb hamma joyda pongiryapmiz va bu elektron nazorat aslida qora bozorda ishlayotganlarni ushlay olmasdan faqatgina oq ishlayotganlarni ushlab, faqatgina o'shalar asosan nazoratga tushib qolganligi, ular jazolanayotganligi amaliyotini ham ko'rib turibmiz. Shuning uchun qarzdorlikni o'sishiga ikkita omil bor. Birinchi omil tadbirkorlarning o'zi bilmaydi, bilishni ham xohlamaydi va natijada tekshiruv kelganda ularga juda ham katta soliqlar
soliq majburiyatlari yuklanyapti. Ikkinchi holat davlat soliq organlari tomonidan amalga oshirilayotgan nazoratlarda mana o'sha 2PU kodi bo'yicha deydi, markirovka bo'yicha deydi va hokazo ming xil kodlar bo'yicha nazorat qilib qo'yilgan. Bitta chiziq bor. O'sha chiziqdan sal o'ngroq chaproq yurib o'tib ketib qolsang, seni jazolayman deydigan metodikaga o'tib ketib qolgan. Va aynan juda ham ko'p jazolash mexanizmlari mana shunga bog'lanib qolgan va amaliyotdagi juda ko'p holatlarda tekshiruvlarda bozor narxi bo'yicha soliqlarni qo'shimcha hisoblab ketish amaliyoti uchrab turibdi. Vaholanki buni sudlar tomonidan ham noto'g'ri deb tasdiqlab bo'lingan bo'lsa ham, lekin bu amaliyot to'xtamayapti. Shuning uchun hozirgi kunda soliq qarzdorligi oshib ketishiga bir nechta omil. Birinchidan, tadbirkorlarning o'zida soliq qonunchiligini o'rganishni ham xohlashmayapti. Tadbirkor o'rganish shart emas. Mutaxassis, tegishli mutaxassis biriktirib qo'ysa, men qilayotgan ishimni soliq oqibati nima bo'ladi degan narsani o'ylab, o'shani rejasiga tiqib qo'yadigan bo'lsa, aslida keyinchalik yuzaga keladigan oqibat kamroq bo'ladi. Ikkinchi holat, haqiqatan to'lash xohlamaydigan, ishonasizmi, 90% qorada ishlaydiganlar bor. 95% qora biznesda ishlaydiganlar bor. Va nomigagina firma ochib qo'yishgan, lekin 90% обороты qorada yuradiganlar bor. Haqiqatda to'lashni xohlamaydiganlar ham bor. Ularni tekshiruv paytida kelib qolganida shu noqonuniy оборотdan kelib chiqqan holatlar bo'yicha jarima qilinadi, qo'shimcha soliqlar hisoblanadi va albatta buni tabiiyki to'lash imkoniyati bo'lmay qoladi, juda katta summa bo'lgandan keyin va bu qarzdorlikka o'tib ketadi. Va oxirgi holat aynan oqda ishlayotganlarni nazorat qilishda oddiygina 2PU kod deydi, kodini noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa, bo'ldi, sen hamma tovaringni bekitgansan degan talqin ketyapti. Qonunchilikda 2PU kodini xato qiladigan bo'lsa, o'sha xato qilingan summadan 1% ga jarima belgilangan, lekin bizada misol uchun o'chirgichli qalam bilan o'chirgichsiz qalamni kodini almashtirib qo'yadigan bo'lsa, sen noqonuniy kirim qilinmagan tovar sotgansan deb to'liq tovari summasini kirim qilinmaganligi bo'yicha 15% foyda solig'i, 12% qo'shimcha qiymat solig'i, 20% jarima qilib, juda ham katta miqdorda oqda ishlab, aslida hamma savdosini ko'rsatayotganlarni ham juda katta jarima qilish holatlari ham uchrab turibdi. Hamma omillar sabab bu o'sish tendensiyasi juda katta bo'lib ketyapti va nazorat qiluvchi organlardan iltimos qilgan bo'lardik. Aynan оборотini ko'rsatib, oqda ishlaganligi uchun, qaysidir narsani точка yoki vergulida xato qilib qo'yganligi uchun bo'ladigan bo'lsa, unga to'g'ri ko'z bilan qarashi va oqda ko'rsatilgan оборот uchun jazolamaslik mexanizmlariga e'tibor berishni so'ragan bo'lardik. O'shandagina qarzdorlik unaqa katta o'smaydi. Ungacha o'sib boraveradi. Kuzatuvchilarimizdan quyidagicha savol kelgan. Kichik biznes uchun soliq yuki nega yengillashmayapti? Amaldagi imtiyozlar faqat katta kompaniyalarga ishlayaptimi? Bu faqat kuzatuvchilar emas, bu bizning ham dardimiz. Negadir politika, ya'ni soliq siyosati shunga qarab yurmoqchiki, hamma to'liq qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lsin degan teoriyaga o'tib ketmoqchi. Bu degani 1-sinf ham, 11-sinf ham, oliy ma'lumotli ham vысший matematika, oliy matematikada hisob qila olsin deb talab qilganga o'xshagan narsa. Butun dunyoda kichik biznes uchun alohida bir tartib bor, o'rta biznes uchun, yirik biznes uchun alohida tartib bor, lekin bizda negadir faqat shu katta biznes uchun mo'ljallangan qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchisiga aylansin degan talab hamma uchun tatbiq qilish maqsad qilib qo'yilgan. Va buni natijasida barcha preferensiyalar, imtiyozlar, qanaqadir yengilliklar hammasi qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilarga chiqarilyapti, faqat ular haqida o'ylanyapti. Aylamadan olinadigan soliq to'lovchilar uchun hech qanaqa qo'shimcha biron bir islohot deyarli qilinmayapti. Bittagina qilingan edi, darrov uni ham qaytarib olishyapti. Qat'iy aylamadan olinadigan soliq chiqqan edi, uni ham darrov qaytarib olishyapti mana. Aynan shu qarashni deb menimcha kichik biznesga nisbatan soliq yuki og'irlashgandek tuyulyapti. Aslida og'irlashmayapti. Aslida o'sha turibdi. Faqatgina shu odamlarga hozir og'irlik qiladigan narsasi 1 milliarddan yuqoriga o'ta olmasligi va 1 milliard juda ham kam, kichkina summa degan dard odamlar uchun og'irlik qilyapti. Va uni ichidagi to'laydigan 1 milliard uchun to'laydigan 4% hech kimga og'irlik qilmayapti. 4% nalogi viloyatda bo'ladigan biz 2%. U og'irlik qilmayapti. Aslida shu chegarani ko'tarilmayotganligi ko'pchilikka og'irlik qilyapti va bu og'irlikdan qochaman deb hamma bir yil o'zida 2 ta, 3 ta, 10 ta, 20 talab firma ochganlar bor, aynan shu og'irlikdan qochaman deb. Shuning uchun juda ko'p islohotlar aynan qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilarga ajratilayotgan, e'tibor qaratilayotganligini inobatga oladigan bo'lsak, kichik biznesmen chetda qolib ketdi degan
qarash bilan o'zida ancha-muncha og'irlik his qilyapti. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda balki sizning savollaringizga javob berishimiz mumkin. Shunday ekan, izohlarda savollaringizni yozib qoldiring. Yana ko'rishguncha.